Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarninki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Hozir men kirib mana petitionninkiga qarab baqsam, 7 mingdan eshibdi. Asli biz mujoratdagi Uyg'urlar xeyli shu Turkiyadagi Uyg'urlar bilan 10 ming degan bir 3 kunning ichida bo'lgan narsa. 10 ming imzo. Ama 7 ming sonmi yomon emas, yaxshi. Hem do'stlar bilan kecha kunduz paranglashib, qilolmaganlarga yordam berib, xizmatlarini tashlab, charchagan vaqtlarda kelib qilgan do'stlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Anandan keyin meningcha qarindoshlarda uyg'onish yaxshi, unchalik yomon emas, Xudoga shukr. Meningcha bu petitionninki 7 mingga kelgani nayt yaxshipti. Ama men bir narsani shunda bayqadim. Yana xalq hurkuylik holatdagi, qo'rqinchli ichida qarindoshlar oldin qitimliq change orange degan uningda ko'rinib qoldiki, meningda ko'rinmaydi. Anandan keyin imzo atqanlarniki maxfiyatlikka bo'ladi. Uni Dilyar Musaboyevni deb bo'ldi. Shu qo'rqmanglar qarindoshlar, nimadan qo'rqisizlar? Mana menmi ajinda qo'rqib ishida ota-onamga ega chiqolmagan, shunda haqlarga oldinib yurgandim, bo'zak bo'lib yurgandim. Qo'rqqan bilanchi qarindoshlar, hech nima amalga oshmaydi. Ana bizmi shu uyda voy balam jimotda, voy balam jimotda, o'sh to'sh gap qilmanglar. Shu uydagilarni yeng kirgatgan chog'da adam mashunda bu yoqdagi masalalarni mushaqdikilar hal qiladi, sen aralashma u deb. Mana hozirgacha shu uyga chiqmay shu 5 yil o'tib ketdi. Hozir anglasam bir yerlarda to'liqni uydagilar chiqib ketdi degan gap so'zlar bo'pti. Tex uydagilarim chiqmadi. Chiqqan kuni men naq maydon deyman. Balkim og'zinglardan soch kessin, chikassin. Onunki dadamninki dadasi tugab ketdi, dadamning hayoti turmada o'tib ketdi. Qarindoshlar, bizninki hayotimiz mushunda yig'izar bilan, duo qilish bilan, ona tilini qo'g'daymiz bilan, dinimizni qo'g'daymiz bilan o'tib ketamda. Biz vatanni amandiq. Bizning vatanimiz bo'lsa, bizmi shu xalqa vaqtlar bemalol kirib chiqsak, bizmi shu boshqa davlat va insonlarga o'xshash o'zimizningki insoniy huquqimizdan foydalansak, o'zimizningki kishilik huquqidan foydalansak, mana Qozog'istondagilar mana kishilik huquq, erkinlik, demokratiyadan a'loga yarashidi. Eronliklarga yarashidi. Kim Jong Unning davlatidagilarga yarashidi. Bizning hech narsamiz yo'q qarindoshlar, bu da'voning nafas yo'lini bo'g'ib qo'ygan bular. Shuningga men da'voninki nafas yo'llarini ichib etish kerak. Bu nafas yo'llarini ichib etish uchun nima ish qilish kerak? Da'vo sog'lom bo'lish uchun, bir insonni bir sog'lom bir nafas olish uchun sog'lomlik kerak. Bular bizning da'vorimizni xuddi kasal ko'plardek, rak odamda qilib qo'ydi. Buni qutuldirishninki birdan-bir yo'li shu petition. Petitionga barliq kuchimiz bilan to'plab, shu butunlay shu jon jahlimiz bilan qilishimiz kerak. Bo'lmasa, mening dadamdek turmada o'z yassa, dadasi tugab ketsa, o'limiga bir kunmi qo'ypamidi, qarindoshlar, bir kunmi meyitlarimizni uzitib olganga, men bu galmika chiqib qolgan emas, menga nurg'a haqoratlar bo'tdi. Mening degan qalbim degan, yuragim degan qisasga to'lib ketdi. Mening degan ichimdan, qalbimdan shu xoinlarga o'shmanlikim bor. Xitoyga o'shmanlikim bor. Xitoyning yo'lini sharoit kelgancha ayrim hal qilamiz. Uni qurol bilan hal qilamiz. Ama hozir siyosiy diplomat yo'llarini petition bilan da'voninki nafas yo'llarini ichishimiz kerak. Nafas yo'llari petition qarindoshlar 7 mingdan ishibdi. Shu bo'pmi Turkiyaninki Adana, İzmir, İstanbul, Anqaradagi barliq Uyg'ur yosh bolalarga, do'stlarga, anodiki shu Chelak rayonga, Yarkentlarga, shu qatrab qilayotgan akalarimizga, shu O'zbekistondagi Anjondagi shu Chilambag rayonidagi degandek va boshqa shu Amerika, Los Angeles, Chicago, Las Vegas, hatta ashadimi bir odam borki aloqaga chiqib Las Vegasdan men qilay degandim. Shuni sizninkini ko'ryapman men lekin deganda deb nima qildik? Hatta Tokyo, Osaka, butun hatta Budapestdagi ba'zi bir o'quvchi bolalardan tortib, shunga Italiyadagi qizlardan tortib, o'quvchilardan tortib hammasi qilyapti.
yana atrofimizda yana uyg'onmagan nurg'un petitionning ishiga bir oyga yaqin bo'lay deb qoldik qarindoshlar. Bir oyga yaqin vaqtda degan Norvegiyada bir 6000 uyg'ur bor desak, Shvetsiyada 4000 uyg'ur bor desak, Gollandiyada bir 5-6 ming var. Şu 3 devlet bilan pütüp olduğan narsa asli biz birleşsek ittifaqlaşsak. Şununla qarindoshlar, şu petitionga imzo to'shadiganqa hamda 10 mingga kelgan chog'da biz tezdan Aqsaray bilan birlashgan davlat tashkilotini boshlaymiz. Uni u yaqin yana nim qilib mangimiz deyapmiz. Inshaalloh bu petitionningki ishi faqat vatanning mustaqillik da'vosi emas, da'vochilik xoinlarni supuradi, Suriya masalasini tozalaydi. Bu jiq ko'zi ochiq ketgan qarindoshlarimiz, vatanda o'lib ketgan qarindoshlarimizninki bütün ishiningki arzi qiladigan o'sha xalqning ishi bilan bo'ladi-ku. Xalqning imzosi bilan bo'ladi. Reyak assaqmi, bir davlatning istixborotiga assaqmi, bu naydi bu ko'p taraflama ishlandi. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultayiningki kuchab shu so'rin berib, hatto ilm mashrab degan, bu ilm mashrab degan bir mashrab o tashkilot emas, oshlar bilan naqadar o'zining bichorligini, o'ziniki naqadar bir taskunga tushib qolganini mushuningdan ko'rib oldi. O enedining pulini alamdı, na'ning pulini olsa olsin, lekin da'voninki suiiste'mol qilinishiga, da'voninki monopol qilishiga xalq hargiz yo'l qo'ymasligi kerak. Petition Uyg'ur xalqininki kelgusidagi yangi bir qadam Uyg'ur da'vosiniki. Ma'va oldin 20 yil, 70 yilniki demasakmi, 20 yilning og'irki cho'sh qotundek petig'dab o'yindi bular. İşdi, çəkdi, xotin sayohat qildi, ne deyilən pul, buzuqçılıq qildi, xalqning uyini buzdi, qaçaqçılıq qildi, oqçılıq qildi, ko'kçılıq qildi. Faqatla xalqni qo'rqitib o'ynash, jamoatni buzish, hurkitish, quldek cho'shqina qilyapti. Shuningga bular hozir ma'vu da'voninki kontrolligidan chiqib ketdi. Dunyo Uyg'ur qurulti. O'zining hozir nima qilishini bilmay, qarapaqay gunohlar chiroylaringga bo'lib ketishkininga. Adam deganda bir azroq vijdon, bir vatanga, millatga bo'lgan sevgi bo'lish kerak. Sen go'ylar hech qanday sevgi yo'q. Petitionga mi sevging yo'q ya gunohlar? Qilolmasang qilolmayman-da. Biz qilamiz, o'ng qanotdagilar qiladi, sog'liqlar qiladi, dilyorlar qiladi. Sen da yoshlar oldimizga chiqib ketib qoldi, bizda iloji yo'q. Biz mushna qila olmaydi ekanmiz deb beshing tashbaqidek chiqib ol. Xitoy sen tashiydi baribir bir kun olmay, bir kun o'ynab. Qozog'istonda ish chiqqan chog'da Qozog'istondagi Xitoy tijoratchi baylarni kirgizmadi, chegardan o'zining xalqini kirgizmadi Xitoy. Tushundingmi? Ashta qo'ng'uq gaplashgan chog'da tashlab etdi u xalq olamdi, ya'ni nimalar bo'lsa. Sen degan obayda tashlab etdi seni. Shu qarindoshlar, shunga o'xshash petitionning ishi bu bak muhim narsa bu. Buni ma'vo 3000 ne ma'vo yana bir haftagacha kuchab qo'yishinglar kerak. Bu petitionga shu kecha uxlamay xizmatdan kelib, shu qo'sqini to'xlamay turibmish petition uchun kuchigan do'stlar, qarindoshlar hammasiga men rahmat aytaman. Chunki meningmi bir opam dadam Xitoyning turmusida 5 yildan beri azob chekayotgan odam. Menga shu petitionniki 10 ming bo'lsa, azroq umid olib keladi, xushallik olib keladi. Chunki bizniki bu indigenous kategoriyasidan chaqaroq tezdan chiqib ketsak, Xitoy lagerni qanday yepishig'ini bilmay qoladi. Hozir shu lagerni ichib turishdagi sabab shu indigenous kategoriyasiga kirib qolganligimizdan. Avu yo'qolgandan keyin xalqaro jinoiy ishlar sotiga tushsa, nurg'un to'lamlar qolganligini bilib, balkim tezdan yeb ketishi mumkin va yoki to'xtatishi mumkin. Buningdan keyingi vatanimiz mustaqil bo'g'ichilik orliqda lagerga solib olgan qarindoshlarimizninki taqdiri qismati Allohninkida, lekin bandima tirishish kerak. O kashkichu Xitoy konsulligiga berib namoyish qilib, yamiz u yerda, bu yerda 2-4 ta maqomni chiqarib qo'yib, lagerni taqaymiz gamla ashnodan taqqigan bo'lamda. Bu lagerninki shundaq behramon ichilib ketishi shu indigenous kategoriyasiga kirib qolganligimiz shu. Yeşil chiroq shu qarindoshlar. Chikat desak unimavassa, shuning bilan topildik qo'ba imzoni. Chikat desak unimavassa. Nimadir bir maqsadlari bor, nimadir bir nimalari bor, g'arazlari bor bu yerda. Shuningga
Bular aşı Xitoyniki maqsadiga yetib olish uchun tirishayotdi. Bizmi Xitoyniki maqsadiga yetmaslik uchun tirishishimiz kerak. Shuningga barliq qarindoshlarniki men shu petitionga night kuchishini umid qilaman. 3000 imzo qoldi. 3000 qarindoshimiz qanchalagan oilaliklar, qanchalagan qarindoshlar sharaf taxtasiga kira oladi. Uyg'ongan zaminninki 4-qismini yozayotgan akadlarimiz bor. Abdurahim O'tkirninki kitobininki 4-qismini. Shu uyg'ongan zaminninki 4-qismiga qaysi 10 ming qarindoshimizning ismi kira oladi? Qani qarindoshlar, unda bo'lsa darhol shu petitionga tarixninki sharafli taxtasiga yozilish uchun darhol tirishimiz anglab bo'lmaydi. Davoninki nafas yo'llarini ichib etishimiz kerak. Qarindoshlarımızga igi chiqishimiz kerak. O'zinglar ko'rsizlar, shu 10 ming imzo to'planib bilan Aqsaray bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur davosi shunday surat bilan shu tez avjiga chiqib ketdi. Nimishki Xitoy virusininki aylanma nusxalari ko'payyapti. Xitoy virusi dunyoga balo ofatlarni olib keldi. Nurg'unlagan begunoh odamlarni o'ldirdi. Nurg'unlagan shirkatlarni vayron qilyapti. Nurg'unlagan urushlarni kelib chiqardi. Nurg'unlagan qalayimqon namoyishlar bo'ldi, uruchaqlar. Hammasınki to'laman to'lash kerak. To'lamasa o'chaqda Xitoy shu urushga kirdi. Biz indigenous turib shu demokratiya shu kichik Xitoyni demokratiyaga akilmaydigan dunyo Uyg'ur qurultiyi istiqboqni yapsa, Shangangni nima qilib tashlayapti, Tayvanni urush qilib olmadi deyotdi. Sana bermaydi demokratiya bilan kichik huquqni. Xitoyninki parchalandigini 100% mushu Xitoy virusi Xitoyni parchalaydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. Ziminning egasi bo'lganlik uchun biz irqiy qirg'inchilik uchirdik. Shuning uchun biz davoni qanday holatda chiroyli yana qaytadan sahnaga chiqishimiz kerak. 10 ming kishilik petition u faqat chek. Uni u yoqqa mangayversin. Twitter atgandek atayveringlar imzoni. 30 mingga chekassin, 100 mingga chekassin. Shu Aqsaray bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirgan kundan boshlab yana bu yoqqa atayversanglar bo'laverdi. Voy mana bu mustaqillik yo'limiz ichilgan qarindoshlarimiz texmi qo'llab, yana petition ko'payyapti deb, yana texim yo'llayveramiz. Har qitim 10 ming qitilgan, 10 mingga 5 ming qitilgan yana bir yo'llaymiz. BDTning ustiga bosimiz. Shu nima deychi? Shu su pompasini saralar mındaq basıyla su chiqadi-ku. Shundan o'xshash shu 10 ming ustiga yana 5 mingni bosimiz. Uni besib Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yana akirimiz. Mana xalq uyg'onyapti. Bizga mustaqillik kerak. 20 mingga chiqqancha yana akirimiz. Bu da'vo, bu harakat qilish. Newtonning qonuni bor-ku, fizikadagi jismga nisbatan harakat qilsa kuch hosil bo'ladi degandek. Biz harakat qilmadi bular. O'ynadi, kuldi, ishdi. Bular jahonningki lazzatini surdi. Bu yetar bo'ldi endi. Uningga xalq qon to'kyapti deydi. Tim qon yiqyapti vatanning ichida. Shunday gaplar qarindoshlar. Shuning uchun petition bak muhim. Qilma dedi, Dilyar Musaboyevlar, yoshlar sog'liqlar qilma dedi. Qilma degan narsani qilib oldiq tashlab beramiz. Mana qila deb. Biz ular qilma, mangma yo'lni anda qilma deb yaxshi bir taklif fikr, ideallar, ideologiyalarni o'zlarininki yo'llarini xaritasini sizib beribsa, biz uningga xalq hamkorlashmasak, uningga biz beqinda bo'lmasak, bu davoni ular qanday qiladi? Dava xalqning davosi. Biz vatandaşlarninki ovozi. Biz cho'qim ashlarninkiga ovozi bo'lib, ashlarninki cho'qim vatandaşlarninki hissiyotini, orzu armonlarini, istaklarini dunyoga anglatishimiz kerak. Ma chataliklar emas. Davo qatgan qurultayliklar emas, hech narsa emas bular. Bular degan Xitoy yasab chiqargan jasuslar. 2022-yilda ko'rasiz. Xitoy virusining texim avjiga chiqsa, Xitoyninki balasi teximi zini davlatlar taysa, andan keyin qo'lidagi kartlarni bir-birlab atadi. 2022-yilda cho'qim dunyoda bir yaxshi bir o'zgarishlar bo'ladi. 2025-yilga bag'icha Xitoy meningcha parchalanib ketadi. Xitoyning hozir iqtisodi uncha yaxshi emas. Tok yetishmaslik, zavodlar to'xtab qolish,
fabrikalarni ko'tarib ochib ketish. Shunga o'xshash o Xitoyninki Beijing, Shanxaylardagi sizlarlik egiz binolarga, iliq bir pullarga, iliqlar qarab qilmanglar ular degan o bir sanaqliq 1 milliard 500 million odamning ichidagi sanaqliqi. O Xitoy degan xeyli cho'ng, o bir 4-5 shahardagi egiz bino, o sizlar doyindikilik ko'rayotgan narsalar qarab, deb og'zinglarni ichib qolmanglar. U taraqqiyot emas. U kuchlilik emas u. Onundan ben qo'rqib ketishning hojati yo'q. Qo'rqsanglarmi akirib solib oldi. Qo'rqmasanglarmi akirib solib oldi. Onundan chiqish kerak oldiga. Men o'lib qoldimmi mana yashayapman-ku, chiqyapman-ku. Qilyapman-ku qo'limdan kelishicha. Shuningga qarindoshlar o'zimizningki da'vorimizni o'zimiz qo'llab, chet elliklarningki eliqma qurultaychilar, demokratchilar yo'q qilayotgan ideyasini qaytadan biz mustaqillikka akab, shuning funksiyasilik rolini o'ynashimiz kerak. Shu chaqda aningdan keyin bizningki o'zimizniki zimin masalasi hal bo'ldi. U chaqda hamma odam qaytadi vatanga. Shu. Shundan deydigan gapim qarindoshlar, petitionni qattiq kushanglar hozir 7000 bo'pti. Ama shu bo'lsa bir shikapning ichigacha bir 10 mingga bosun. Onundan keyin dilyarlar imzoni ko'tarib kirsin Aqsarayga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga. Qanchalik kuchi oldu, qanchalik ishiltalaydi, yana qanchalik kerak. Bo'lib qolsa, yana biz qo'limizdan kelishicha tashviqotni kuchli qilib, do'stlar bilan yana hamkorlashib, yana davomli mushlarningki shu da'voninki nafas yo'llarini echishiga yana biz hamdamda bo'lamiz. Shundan qarindoshlar deydig'ini yurakli bo'linglar, qo'rqmanglar qarindoshlar. O'ylab ketadigan jahon bu. Bu 4 kunlik jahonda nimani ko'rmadik, nimani ko'rdik. Bu mening beshimda o'tgan issiq-sovuq bak ko'p. Shuningga men shu uyg'onib chiqqıçı 6-7 oy bo'lib qoldi mana. Hozir bu petitionning ishlari bilan mala sal qurultayninki küçüklere, qanjoq ishlari uyalarda avuşib ketib bordi. Shuning hozir men beshitma o'kin degan, meni beshimga chiqib qo'ysam hech nima qilmayman deb. Eng muhim petition 10 ming kishilik petition tükkandan keyin qolgan narsani chiqib yana haftada bir qitim naq maydon qilib yana shu da'vonachilik sesiqchiliklar shu Suriya masalalari o'tirasiyalik oldin bo'lgan ishlar to'g'riliq yana qarindoshlar bilan hamkorlashimiz. Unda bo'lsa qarindoshlar 3000 tal son qoldi. Aqsaray bilan BDT yo'llaydigan qaysi 3000 imzoning ichiga 3000 tal imzoning ichiga qaysi talaylik qarindishimiz, qaysi talaylik oila, qaysi talaylik bo'voq yoki qaysi talaylik 7 yoshdan 70 yoshgacha shu 3000 imzoning ichiga kira oladi. Kim shu sharaf taxtasi 10 ming kishi sharaf taxtasiga darhol yozila oladi. Qani hozir 7000 deyishibdi. Qolgan qarindoshlarmi darhol besanglar. Petition uchun qattiq kuchanglar qarindoshlar. Biz xalqningki kuchini cho'qim dunyo Uyg'ur qurultayiga tonitib qo'yish kerak. Mustaqillik irodamizni Aqsarayga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tonitib qo'yishimiz kerak. Bu cho'qim amalga oshadi Xudoyim buyursa. Faqatla bizning yildan beri uxlagan yerimiz bor, bilmagan yerimiz bor, diqqat qilmagan yerimiz bor, izlanmagan yerimiz bor. Faqat bizningki o'zimizdan ketgan yeri bor, bo'shanliqqa yerimiz bor. Ishongan yerimiz bor. Mushlar quvvatidigo degan yerimiz bor. Unda bo'lsa qarindoshlar amsa nima qilinglar amsa davomli petition to'planglar, men bu asto o'zimniki ishini qilay, rahmat sizlarga.